Afsuski, hozirgi kunda o'zini musulmonman deb sanaydiganlardan iymon kalimasi so'ralganda yoki shahodat kalimasini keltira olasizmi deb savol berilganda bilishmayapti yoki tushunishmayapti. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bu iymon kalimasi hisoblanadi. Islomning asosi ham shu. Ma'nosi Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad alayhisalom uning payg'ambari. Sizdan shahodat kalimasi so'ralsa, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh deya olishingiz kerak. Ma'nosi guvohlik beramanki Alloh taolodan boshqa iloh yo'q va Muhammad alayhisalom uning bandasi va payg'ambari hisoblanadi deyilgani bu. Bu narsani kalimasini bilmaydigan do'st og'aynilaringizga jo'nating. Shoyatki ular ham siz sababli bilib olsa.